Tarixning uzoq musofasida turli hayvatli qurilishlar ham insoniyat sharliq madaniyatining markazlik namoyandasi, ham qaynam toshqinlikqa to'lgan tarixning eng yaxshi guvohchisi. Hatto bir qurilishning yasalish tarixi bizga ilgirki gullanish va xaroblanishni so'zlab beradi. Sinchiq salonning bugungi muhokamatimiz shu o'ngsizliklarga uchragan dunyoga mashhur qurilishlar. Muqaddas jamoat cho'ng chirkovi, muqaddas qasri va jinoyat uyish qasri qisqartirilib muqaddas qasr deb ataladi. U Ispaniyaning Barselona shahrida tegib bitmagan katolik diniy chirkovi bo'lib, Antoni Gaudi o'zgartib loyihalagan dastlabki mezgilda u o'zining chirkovining butganligini ko'rgan kungacha yasholmaydiganligini obdan biladi. Shunga u keyingilar uchun tafsiliy chertoj va modellarni qoldirib ketgan. Shundaqla keyingilar uning orzusini davomlashtirgan. Chirkov 1882-yili silinishga boshlagan. Shundan keyin urush o'ti ulg'ayib, tegib bitmagan qurilishlarning hammasi belgilik buzg'unchilik uchragan. Necha avlod qurilishchilarning bo'shashmay tirikchilik ko'rsatishi bilan qurilish davomlashgan. Navbatda har yillik yuqori qurilish xarajati ikki parcha sayohatchilarning kirish bileti va iyona pulga bog'liq bo'lib, 2032-yili butunlay tamomlanishi mo'ljallanmoqda. Ya'ni qurilish boshlangandan keyingi to'g'ri 150 yildan keyin uning yuqori qavati va o'zgacha qurilish loyihasi bu chirkovni butmay turibla Barselonaga donliq manzara nuqtasiga aylantirgan. Ikkinchisi Sovet ordusi. Sovet ordusi 1930-yildan boshlab planlangan xotir qurilishi. Uni yasash uchun 1931-yili kishilar asli qurilish nijotkor chirkovini portlatdi. Plan bo'yicha u imperiya binosini ishib, ayni chog'dagi dunyo bo'yicha eng yigiz qurilish bo'lib qoladi. Natijada Ikkinchi dunyo urushi portlab, zavodlar bir chetga qoldi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin kishilar g'oyat mablag' sarflab nijotkor chirkovini qayta qurdi. Shu sababli Sovet ordusi boshdan oxir bitmadi. 3-Siena chirkovi. Siena Buyuk Maryam onning arishga chiqish chirkovi Italiyaning Toskanaga joylashgan. 1196-yili chirkovning har qaysi qismlari orqa-orqadan silinishga boshlagan. Aslidagi plan xristian dini ichidagi eng chong chirkov bo'lish edi. Ammo qordab o'lish kasalning ta'sirida qurilish 1348-yili butunlay uzilib qolgan. Navbatda bitmagan qurilish qismlari avtomobil to'xtatish maydoni va muzey qilib ishlatilgan. Shotlandiya davlat xotir munori. Shotlandiya davlat xotir munori Edinburgga joylashgan. 1826-yili kishilar Napoleon urushida qazo qilgan Shotlandiya askarlarini xotirlash uchun yasashga kirishgan. 3 yildan keyin pul kamchil bo'lganlikdan ish to'xtatishga majbur bo'lgan. Yerlik kishilarning aytishicha, ayni chog'da bu shaharga yaqin bo'lgan Glasgowning buningga haqqini o'z ustiga olganligini bildirgan. Ammo mag'rur Edinburgliklar ularning yaxshi niyatini rad qilgan. Shunga bu xotir sarimo Edinburgning nomusi deb atalgan. Davud munori. Gafanis pul muomala markazining yana bir ismi Davud munori. Venerlar poytaxti Glasgowga joylashgan. Donliq osmon palak bino. 1990-yili bino silinishga boshlagan. Keyin bu davlat iqtisodiy krizisga petib qolgan. Qurilish to'xtab qolgandan keyin fuqarolar bu yerga uzluksiz ko'chib kelib, bir mahal yer shari bo'yicha eng yigiz nomrodlar mahallasi bo'lib qolgan. Nurg'un kinolar bu yerdan ko'rinish olgan. O'xshash bo'lmagan joylarga bu qurilishlarmi har qaysi joylarga xalqlarning o'xshash bo'lmagan taqdirdan bishorat beradi. Qurilish ba'zida ularga umid elib kelsa, ba'zida uni o'chirib o'tish tas bo'lgan nomus bo'lib qoladi. Ba'zi imoratlarda nimaning yillarga madaniyat ato qilish ekanligini to'liq namoyon qilgan. Ammo ba'zilari faqat o'tib ketgan yillarni elib manishga majbur bo'lib, tadrijiy g'oyib bo'lgan. Mayli qaysi xil bo'lsin, u insonlarning eng qimmatli ko'rimli xotirasi. Bu son mazmun mushal oyoqlashdi. Agar sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, yulduz belgisini besib qo'ying. Qo'llash shunchalik oddiy.